Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, Fikrat tahlil dasturining navbatdagi soni efirda studiyada doimiy ekspertimiz, siyosatshunos, siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori, dotsent Muxtor aka Nazirov. Assalomu alaykum. Muxtor aka xush kelibsiz. Rahmat. Demak, ilmiy va ommaviy ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz. Biz xavfsizlik strategiyalari haqida suhbatlashishni niyat qilganmiz. Endi dunyodagi katta davlatlardan boshlasak agar, bu Amerika Qo'shma Shtatlari tabiiy ravishda, chunki mudofaasiga ham juda katta milliardlab dollar ishlatadigan va o'zi aytiladi-ku, katta davlatlar, undan boshqa katta davlatlarning hammasini mudofaaga ajratadigan byudjeti bir taraf, bitta AQShniki o'zi bir taraf bo'lib qo'ya qoladigan darajada. O'zim dunyonikini yig'sa ham juda qiyin bo'lsa kerak AQShnikidan jiddiy o'zib ketishim. Mana shunday katta mablag'lar ajratadi. Demak, u kimlardandir yoki qaysidir davlatlardan jiddiy xavfsirash kerak. Buncha mablag' ajratish uchun Nurbek qarab yuboring, oxirgi mudofaa xarajatlari qancha? Trillionmi? 800 milliarddan oshiq. Mana trillionga yaqinlashyapti-da. Bu ketishda 1-2 yilda bu trillionga yetib oladi mudofaa xarajatlari, garchi allaqachon davlat qarzi 30 trilliondan oshib ketgan bo'lsa-da. Demak, buncha mablag' ajratish uchun nimadandir jiddiy xavotir olish kerak edi Muxtor aka. AQSh qaysidir davlatlardan rostdan xavfsiraydimi? Ha, endi bu savolga javob berishdan avval albatta uni konseptual asoslariga borib taqalsak, ya'ni AQSh milliy xavfsizlik strategiyasi nima va u qanday shakllantiriladi va qaysi davlatlarga nisbatan qanday u yerda baholar berilgan va bu mantiqan to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Agar to'g'ridan-to'g'ri savolingizga javob berib keyin o'tsam, balkim to'g'riroq bo'lar. Ya'ni AQSh bu shunday davlatki, uning mudofaa xarajatlari dunyodagi eng yirik mudofaa xarajatlari 820 milliarddan oshiq. Ya'ni unga yaqin keladigan davlat ham yo'q. Va AQShning tashqi siyosati bu uning faqat o'zini hududi atrofidagi chegarasi atrofidagi hududlar bilan emas, uning global siyosatini belgilab beradi. Yoki oladigan bo'lsak, AQSh iqtisodiyoti bu global iqtisodiyotning bir qismi bo'ladigan bo'lsa, AQSh tashqi siyosati bu global siyosatning bir qismi. Shundan kelib chiqqan holatda ta'kidlashimiz mumkinki, AQSh tashqi siyosatini ishlab chiqishda aynan shu kriteriyalarga qaraydi. Milliy xavfsizlik strategiyasi bu har 4 yilda administratsiya tarafidan, yangi saylangan administratsiya tarafidan ishlab chiqiladigan va kongressga taqdim qilinadigan hujjat va bu hujjatni qabul qilishlik Ronald Reagan davridan an'ana tusini olgan, ya'ni ommaviy hujjat, ya'ni ochiqlanadigan hujjat va buning yana bir qiziq jihati shundan iboratki, bu hujjat qabul qilingandan keyin mana shu hujjatdagi konseptual qoidalar doirasida AQSh 4 yil ishlaydi va yangi saylangan prezident avvalgi qabul qilingan strategiyada 1 yil baribir ishlashga majbur bo'ladi. O'zini yangi strategiyani taqdim qilgungacha bu AQSh tashqi siyosatda o'ziga xos uzviylikni ta'minlash uchun belgilangan rejalarni amalga oshirishga qaratilgan deb atashimiz mumkin. Umuman olganda AQSh milliy xavfsizlik strategiyasini asosini uning milliy manfaatlari belgilab beradi va milliy manfaatlarni ham 3 ta kategoriyaga bo'lish mumkin. Muhimlik darajasiga ko'ra, bu birinchisi, bu yerda AQShning doimiy o'zgarmas fundamental milliy manfaatlari, bu 200 yil AQSh paydo bo'lgandan beri o'zgarmayotgan davlatlar, bu AQSh davlatchiligi, uning qadriyatlari va AQShdagi turmush darajasi, va buni demokratiya bilan bog'lashimiz mumkin, ya'ni iqtisod bilan bog'lashimiz mumkin. Ya'ni AQShning mavjudligini, uning jahon siyosatidagi mavqeini, davlatchiligini ta'minlab berish uchun zarur bo'ladigan manfaatlar bularning ichiga kirib ketadi. Ikkinchi manfaati bu muayyan mamlakatning muayyan bosqichdagi manfaatlari deb ataladi. Bu ko'pincha AQSh prezidentlari tomonidan taqdim qilinadigan mana shunday strategik hujjatlarda aks etgan bo'ladi. Bu 4 yillik dastur va doimiy manfaatlar o'zgarmas, lekin muayyan bosqichdagi manfaatlari o'zgaruvchan bo'lishi mumkin. Qaysidir ma'nodaki o'sha manfaatlarga erishish yo'llari va qaysi masalalarga prioritet berilmasligi tarafidan o'zgarishi mumkin. Uchinchi bosqichi bu aniq belgilangan maqsadlar. Bu
milliy xavfsizlik strategiyasida qo'yilgan vazifalardan kelib chiqadi. Yoki oladigan bo'lsak, o'sha milliy xavfsizlik strategiyasi belgilangan qoidalardan kelib chiqib alohida qabul qilinadigan strategiyalar. Mudofaa strategiyasi, kiber xavfsizlik strategiyasi, iqtisodiy xavfsizlik strategiyasi, ya'ni qator energetik xavfsizlik strategiyalari bular mantiqan, mazmunan milliy xavfsizlik strategiyasi belgilangan prioritetlardan kelib chiqadi. Bu uning o'sha aniq maqsadlarga yo'naltirilgan manfaatlarini taqozo qiladi. Endi biz AQShning global xavfsizligi haqida gapirganimizda, albatta birinchi o'rinda AQShning dunyo bo'ylab oladigan bo'lsangiz, o'sha harbiy bazalarni olishimiz mumkin. Dunyoda, ya'ni AQSh harbiy bazasi joylashmagan qit'a materik deyarli yo'q. Uni o'ziga xos xaritasini qarasangiz, har bir nuqtada yo harbiy bazasi, yo unga ko'mak beruvchi qandaydir bir tayanch nuqtalarni ko'rishimiz mumkin. Va shu bilan ham balkim belgilansa kerak, mudofaa xarajatlarining yuqoriligi va AQSh global xavfsizlikni ustunlardan biri ekanligi ham unga o'ziga yarasha mas'uliyat yuklaydi va o'z navbatida biz ko'p tilga oladigan kollektiv g'arb va AQSh tarafidan tilga olinadigan hamkor davlatlar, ittifoqchi davlatlar yoki muayyan davrdagi sherik davlatlar ham albatta AQShning tashqi siyosatiga qaraydi. Bu kategoriyalar milliy xavfsizlik strategiyasida alohida belgilab qo'yilgan deyishimiz mumkin. Endi milliy xavfsizlik strategiyasi har bir davrda qabul qilinar ekan. Bu strategiyada bir narsani e'tiborga olishimiz kerak. Ta'sir qiladigan omillar bor. Bu strategiyani qabul qilinishiga. Bu birinchi o'rinda u aynan kim prezident bo'lib saylanishiga bog'liq. Bu harbiy bazalar 900 ga qarang, 900 dan oshiq deyaptimi? 900. 800 dan oshiq, deyarli 900. Qarang, shuncha harbiy baza. Dahshat, buncha bazani boqishni ayting. Endi bu uning birinchi o'rinda AQShning iqtisodiyoti, harbiy va salohiyatidan dalolat beradi-da. Ya'ni biz tarixda ko'p tilga olganmiz buyuk davlatlar va haligi qudratli davlatlar, super держава deydi-ku, ya'ni super qudratli davlatlar. Super qudratli davlatlar aynan dunyoni istalgan nuqtasida o'zining siyosiy, harbiy maqsadlariga erishish uchun ham moliyaviy, ham transport barcha tarafdan imkoniyatlarga ega bo'lgan mamlakatlarga nisbatan ishlatish mumkin va buni uzoq muddat amalga oshira oladi. Bu AQShning naqadar katta qudratidan dalolat beradi deyishimiz mumkin. Har bir davlat uchun juda ham ko'pda miqdor ekan. Ha, masalan, olaylik, mana ko'p o'tgan dasturda ham muhokama qilganimiz mana shu Suriyadagi harbiy baza haqida gapirdik-ku. Uni harbiy bazani saqlab qolishlik uchun nafaqat uni iqtisodiy asoslari, balkim o'sha atrofdagi xavfsizlikni ta'minlash, muayyan siyosiy muhitni shakllantirish, bu ham mamlakatdan juda ham katta salohiyat talab qiladi-da. Ya'ni mamlakat ichida siyosiy vaziyat o'zgarishi ham uning harbiy infrastrukturasiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu ham ko'rsatib beradiki, mana Yaqin Sharq hududidagi harbiy bazalar sonini qarang. Bu AQSh tashqi siyosatidagi ustuvor bo'lgan hududlarni shundan ham anglash mumkin. Yoki oladigan bo'lsak, mana bu Amerika qit'asida ko'radigan bo'lsak, Afrika qit'asi, Yevropada-ku buni aytmasa ham bo'ladi. AQShning bu yerda hattoki Yevropadagi qo'mondonlik markazlari ham mavjud. Alohida. Muxtor aka, qandaydir siyosatda, tashqi geosiyosatdan bilmadim, yo dunyo global siyosatda deydimi? Agar Kanadani AQShning 51-shtati deb hazillashsa, Yevropa ittifoqining 52-shtati deb hazillashish mumkin-da. Ya'ni shu darajada o'z vaqtida AQShning izmidan chiqa olmay qoldi. To'g'ri, so'nggi vaqtlarda harakat qilyapti o'zining subyektligini belgilashga, buni ko'rsatishga. Lekin Trump prezident bo'lib saylanar ekan, bilmadim qanchalik bu narsa yana. Lekin ikkinchi tomondan Trump ko'proq AQShni o'zini o'ylaydigan prezident sifatida ham mashhur. Unga deylik global siyosat ikkinchi, uchinchi darajali. Shundan ham balki foydalanib qolar Yevropa. Ammo Yevropani o'zida qarang, Buyuk Britaniyada 25 ta. Portugaliyada 21 ta, Italiyada 44 ta. NATOni ham e'tiborga olaylik. Endi albatta. Germaniyada 119 ta. Bu nima to'g'risida gaplashyapmiz deydi-ku, bu bilmadim, bu yerda hali yana nimalarni qo'shib aytgan bu yerda bilmadim.
hali shu darajada ko'pki yoki mana Yaqin Sharqni qarang. Saudiya Arabistonni o'zida 10 deb ko'rsatyapti-da. Bu masalan aytishimiz mumkinki, Tramp qaysidir oldingi prezidentlik davrida Yevropadagi qo'shinlarning sonini qisqartiramiz, Germaniyadan harbiy bazalardan Amerika soldatlarini olib ketamiz degan gapida bu yerda bir ommaviy axborot vositalarida o'ziga xos ko'pirtirish holati bo'lganda, ya'ni bu qo'shinlarni to'liq olib ketish emas, qaysidir ma'noda qisqartirish. Bu yerda Tramp oldiga qo'ygan asosiy maqsadlari bu harbiy xarajatlarni qisqartirishlik va Yevropa mamlakatlarini ham NATO doirasidagi umumiy xavfsizlik masalalaridagi mas'uliyatni oshirishlik. Ularni ko'p tilga oladigan yalpi ichki mahsulotning 2% darajasida umumiy byudjetni ta'minlashda hissasini qo'shishga erishishlik. O'ziga xos bu buni ayrim mutaxassislar, ekspertlar yozadiki, bu o'ziga xos Yevropani tarbiyaladi ham desa bo'ladi. Ya'ni o'ta AQShning yordamiga va uni xavfsizlik kafolatlariga tayanib qolgan, o'ziga xos boqamandalikka tushib qolgan Yevropaga o'ziga xos ogohlik qo'ng'irog'i bo'lib xizmat qildi deb atashimiz mumkin. Endi milliy xavfsizlik strategiyasiga qaytadigan bo'lsak, masalan, milliy xavfsizlik strategiyasining asosini albatta milliy manfaatlar tashkil qiladi va AQSh qaysi masalan milliy manfaatlar deb hisoblashiga ko'p narsa bog'liq. Masalan, o'sha Theodore Roosevelt birinchi milliy xavfsizlik deyilganda o'sha Theodore Roosevelt tarafidan masalan mana olaylik, ya'ni siyosiy leksikonda ilk bor milliy xavfsizlik manfaatlari tushunchasi tilga olinganda 1904-yilda bu ko'proq Panama kanali nuqtai nazarda tutilgan, ya'ni Panama kanalining mavjudligi AQShni Atlantika okeani va Amerika mintaqasi bilan o'ziga xos bog'laydigan, savdo-iqtisodiy bog'laydigan hudud. Bo'lmasam ko'p u yerdagi turmush darajasiga, AQShning iqtisodiy holatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bilan belgilanadi deb atashimiz mumkin. Endi AQSh milliy xavfsizligi strategiyasida endi bu strategiyani amalga oshiruvchi organ AQSh Milliy xavfsizlik kengashi. AQSh Milliy xavfsizlik kengashiga albatta prezident raislik qiladi va bu Oq uy administratsiyadagi tuzilma, ya'ni bu davlat departamenti singari tashqi siyosatni yuritadigan alohida tashqi siyosat mahkamasi emas. Ya'ni o'sha prezident huzuridagi alohida bu kengash muhim siyosiy qarorlarni qabul qiladigan kengash. Hatto tashqi siyosat masalasi bilan ko'proq shug'ullanadi. Sababi aynan shu AQShni bilasiz, tashqi ishlar vaziri funksiyasini bajaruvchi davlat kotibi bilan bir qatorda milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha prezident maslahatchisi degan lavozim ham mavjud. Tengma-teng tashqi siyosatda yuritishda ishtirok etadi. Faqat davlat kotibi aynan davlat departamenti nomidan umumiy tashqi siyosat yuritadigan bo'lsa, tashqi milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi uning administratsiyani aynan tashqi siyosiy masalalarni hal etadi. Buning ta'siri birmuncha yuqoriroq. Ya'ni AQSh tashqi siyosatda o'ziga xos qutblar desa ham bo'ladi, muvozanatlashtiruvchi qutblar. Va mana shu kengash demak hal qiluvchi rolni o'ynaydi va mana shu har bitta administratsiya saylangandan keyin 4 yillik shu strategiyani ishlab chiqishda avvalo bir narsani e'tiborga oladi, AQShning doimiy milliy manfaatlarini. Ikkinchidan har bitta partiyani prioritetlari, bu demokratik partiyami, respublikachi partiyami, bu qadriyat partiyasimi yoki o'ta pragmatik sanoatchilar partiyasimi. Uchinchidan esa o'sha prezidentning saylov oldi va'dalariga, qaysi g'oya bilan hokimiyatga kelganligi o'shalarga e'tibor qaratadi. Uchinchisi esa o'sha prezident o'sha saylangan paytida qaysi muammoni u AQSh uchun muhim deb hisoblaydi. Va mana shu jihatlariga e'tibor qaratadi. Shu masalalardan kelib chiqib milliy xavfsizlik strategiyasi shakllanadi. Mana masalan, oxirgi qabul qilingan milliy xavfsizlik strategiyalarining ko'pida qaraydigan bo'lsak, o'sha davr juda ham kuchli ta'sir ko'rsatgan. Masalan, Bush strategiyasini oladigan bo'lsak, uni boshqacha nomi Bush doktrinasi deb ham atashgan. Bush doktrinasi 11 sentyabr voqealari ta'sirida qabul qilingan, ya'ni uni asosiy yo'nalishi global ravishda terrorizmga qarshi kurashishlik.
Ya'ni AQSh tarixida ilk bor juda ham katta mana shunday terrorchilik akti bo'lganligi AQShga munosib bunga reaksiyani talab qilgan edi va shunga yarasha siyosat yuritilgan. Hatto buni ayrimlar AQSh tashqi siyosatida neokonservativ mana Bush 2002-2006 yillar ikki muddat ishlagan bo'lsa, ikki muddatda aynan strategiya qabul qilgan. Bu strategiyalarda asosiy masala 11 sentyabr voqealaridan keyin terrorizmga qarshi kurashish va ularga haligi preventiv zarba berishlik. Esinglarda bo'lsa, hattoki asosiy AQShning dushmani sifatida o'sha xalqaro terrorchi Usama bin Laden e'lon qilinganligi va uni nima qilish uchun bartaraf yo'q qilish uchun mukofot pullarini e'lon qilinganligini ham juda ham yaxshi eslaymiz va bu davr asosiy AQShning tashqi siyosiy faolligi Iroq bilan Afg'oniston operatsiyalariga borib taqaladi va milliy xavfsizlik strategiyasida ham bu narsa albatta aniq belgilab qo'yilganligini aytishimiz mumkin. Keyingi strategiya bu Obama davr, mana shu terrorizmga kurash, mana harbiy bazalari, infratuzilmalarga qarshi kurashish milliy xavfsizlik strategiyasida belgilab qo'ygan. Mana bu yerda aniq so'zlar ham bor, ya'ni terrorchilarni qo'llab-quvvatlash narxini, qiymatini oshirish kerak va biz terrorchilarni hujumdan oladigan foydasini kamaytirish uchun keyingi qadamlarni qo'yishimiz kerak. Ya'ni ularda jiddiy burilish hisoblangan. Burilish bo'lgan, ya'ni AQSh preventiv zarba berishga o'tgan. Ya'ni hali terror AQSh sarhadlariga kelgungacha qayerda ular xavf deb sezadigan bo'lsa, oldindan hujum qilgan, zarba bergan yoki qandaydir bir xalqaro koalitsiya tuzib o'sha hududda operatsiyalar o'tkazgan. Masalan, o'sha Iroq operatsiyalarini yaxshi eslasangiz kerak. Ya'ni Xavfsizlik kengashini rezolyutsiyasiz amalga oshirishga Yevropaning ba'zi davlatlari ham bunga qarshi chiqqandi o'sha vaqtda. Haligi rasmni ko'rsasangiz, Colin Powell Iroq operatsiyasini boshlash uchun aynan bir kimyoviy qurol borligini mana o'sha bu operatsiya mana Xavfsizlik kengashidagi nutq so'zlagan va nega Xavfsizlik kengashi AQShning Iroq operatsiyasini qo'llab-quvvatlashi kerak degan tezisni shu qarorga erishishligi uchun o'zi bilan mana shu moddani ko'rsatgan va bu yerda aytganki, aynan Iroqda tayyorlanayotgan bu kimyoviy bakteriyalarga qurol va agar biz o'sha rejimga ta'sir ko'rsatmasak, u o'zini xalqiga nisbatan, o'sha mintaqaga nisbatan shu qurol qo'llashi mumkin degan chiqishni amalga oshirgan. Va asosiy motivi ham shu kimyoviy bakteriya qurollarni qo'llanishni oldiga olish. Va bu o'z tasdig'ini topmadi. Komissiya ham buni ko'rib chiqqandan keyin xalqaro komissiya bu noto'g'ri ma'lumot bo'lganligini e'tirof etadi. Lekin menga afsuski, Iroqda millionga yaqin odam o'lib ketdi shuning ortidan. Albatta, bu birinchi o'rinda vaziyat o'zgarishiga olib keldi. Ya'ni o'sha Saddam Husayn hukumati ag'darilgandan keyin o'ziga xos vakuum paydo bo'ldi. Bu vakuumni turli terrorchi guruhlar yoki aksal hukumat kuchlari to'ldira boshladi va turli ekspert fikrlari bor. Ya'ni bu Iroqqa operatsiya qilinishida eng katta qarshilik ko'rsatgan mamlakat Isroil bo'lgan ekan. Ya'ni Isroil o'sha paytda sezganki, Isroil davlatchiligi uchun xavf bu Iroqdan emas, ko'proq Erondan. Iroq bunga deyarli bufer zona bo'lib turgandi, chunki Iroq bilan Eronning munosabati yaxshi emas. Ular yaqinda urushdan chiqqan. Albatta, bu yerda masala shundan iboratki, endi turli xil fikrlar bor, ya'ni otasi boshlagan ishni kichik Jorj Bush yakunlab qo'ydi degan sariq matbuot ma'lumotlari ham chiqqan. Lekin asosiy masala shundan iboratki, aynan Saddam Husayn hokimiyati yiqitilgandan keyin u yerda eng tasdiqlangan fakt Eron ta'siri oshdi. Sababi aynan Iroq aholisini katta qismini Shia mazhabiga e'tiqod qiluvchi aholi tashkil qiladi. Albatta bu tarafdan Eron ta'siri oshganligini ko'ryapmiz. Buni ko'p marotaba hozirgi jarayonlar ham ko'rsatyapti. Ya'ni ulardagi o'sha Shia mazhabi vakillarining hokimiyat tepasiga kelishligi, Eronni o'sha
islom inqilobi muhofizlari kuchlari vakillarini Iroqda erkin faoliyat yurishligi yoki oladigan bo'lsa o'sha ularni shu mashhur generali Qosim Sulaymoniyni aynan Iroqda aeroportda yo'q qilingan holatlari ham, bu faktlar ham shuni tasdiqlaydi. Ikkinchi tomoni bu hududda Turkiyani faollashuviga olib keldi. Ya'ni bitta hududda o'sha vakuum, hokimiyat vakuumini shakllantirilishligi uni atrofidagi kuchlarni o'sha vakuum to'ldirishiga olib keldi. Va mutaxassislar hatto aytadiki, bu jarayon balkim o'sha beqarorlik muhitini hosil qilishligi Arab bahori to'lqinlarida o'sha biz bilgan terrorist tashkilotlarni faollashuviga olib keldi. Masalan, o'sha IShIDni oladigan bo'lsa, buni masalan hokimiyat, kvazi hokimiyat yaratishga intilib bu IShID bo'yicha aniq faktlarni aytishadiki, o'z vaqtida Iroqqa Amerika Qo'shma Shtatlari bostirib kirganda qurolni tashlab ketgan minglab, 10 minglab iroqlik askarlar qayerga boradi degan savolni qo'yishyapti va juda ko'pchiligini IShIDdan topishyapti. Ya'ni ular bir umr, endi Saddam Husayn davrida deyarli bir harbiy diktatura davrida, u yerda askar bo'lsang yaxshi yashaysan. Harbiy diktaturalarda shunday-ku, hamma harbiylikka intiladi. Masalan, Shimoliy Koreyada ham bugun harbiy bo'lish bu ancha yuqori maqomni bildiradi, mavqeni bildiradi. Xuddi shunday Iroqda ham Saddam Husayn diktator, harbiy odam. Demak, harbiylikka intilgan, umuman bola chaqasini yaxshi boqaman deganlar ham harbiylikka intilgan. Ular armiyada. Endi Amerika Qo'shma Shtatlari kelyapti. Bu bir tadqiqotchining fikrlari berilgan, juda ham ajoyib. Biz bu haqda adashmasam video ham olib chiqqan edik muxtoriga. Qurolni tashlab ketdi hammasi va ular ommatan armiyadan bo'shatib yuborilgan. Ya'ni armiya butunlay tarqatib yuborildi. Qayerga boradi ular? Qo'lda boshqa kasb yo'q. Shunday. Va ularning ma'lum bir qismi IShIDga o'xshagan guruhlarga qo'shilib ketdi degan ideologik ta'siriga tushdi-da. Albatta. Shunday. Birinchidan Amerika dushman, unga qarshi kurash kerak degan bir fikr shakllanib qo'ygansa, ikkinchisi pul beraman deb turibdi. Naryoda. Sen aytayapti, qurol ishlatishni bilasan, men pul beraman deyapti. Endi u boygali Amerikaga bostirib kirgan davlatning qayerga ketishini ham o'ylab ham ko'rmagan, terrorchilarga qo'shilib ketdi. IShID qanday qilib bunday kuchayib ketdi muxtoriga? Yo'q joydan. Masalan, 2003-yilgacha hech kim IShID to'g'risida tushiga ham kirmagan. Maksimum Al-Qoida bor, u ham deylik uni boshlig'i Afg'onistonda bo'lardi endi o'sha Usama bin Laden. To'g'ri, 2011-yil keyin o'ldirildi, lekin ungacha uni shu yerda. Lekin bunaqa katta kuch va Mosul kabi shaharlarni egallab olib davlat qurish bu Raqqani poytaxti. Raqqani poytaxti bu nima degani? Ali zamonaviy dunyoda terroristlar davlat qurib olyapti. Ming afsus, endi ular islom nomini u yerda ishlatdi. Ming afsus. Garchi ularning unga islomga aloqasi bo'lmasa-da. Shunday. Mana shu boyagi parashok kukunning to'lovi edi bu. Mana shu kukunning to'lovi, bu yaqin sharqdagi vaziyatni tubdan izdan chiqishi, umuman izdan chiqib ketishi. Amerika muxtoriga, masalan, mana siz masalalarni ilmiy tushuntirib beryapsiz. Hayron qolasan-da. Shuncha aqllar bor Amerikada. To'g'rimi? Amerika bo'lishiga sabab, demak, u yerda aqllar bor. Shu aqllar nahotki sunnilar boshqarayotgan Iroqni mahv etsa, u shialar, ya'ni Eronning ta'siriga tushishini, nahot shuni ular bir prognoz qilib ko'rmagan. Ular uni tayyor, ya'ni bir umr Eron bilan urushgan, ya'ni 10 yil davomida Eron bilan Iroq urushib turibdi va Amerika kiryapti-da, urush tugagandan keyin bir 6-7 yildan keyin. Iroqqa nima deydi, verxushkasini, kattalarni hammasini yo'q qilyapti. Eronning qo'liga shu qo'sh qo'llab topshirish. Endi bu yerda meni o'ylashimcha asosiy motiv baribir Saddam Husayn omili bo'lgan. Saddam Husayn baribir o'ziga xos yetakchi, avtoritet bo'lgan. Uni siyosiy sahnadan olishlik balkim maqsad bo'lgandir. Lekin oqibatlari ham prognoz qilinishi kerak-ku. Masalan, siz bilan siyosatshunoslar albatta qayerga ketishi mumkin davomi degan savol bo'ladi-ku. Endi bilasizmi, G'ayratxo'ja aka, endi mutaxassislar, markazlar buni o'rganadi va o'zini ittifoqdoshlari bilan maslahatlashadi. Aynan shu Iroq operatsiyasiga kelganda buni hatto NATO doirasida amalga oshirishga urinishlar bo'lganda va NATOdagi ittifoqchilar ham buni qo'llab-quvvatlamagan. Hatto Xavfsizlik kengashiga a'zo bo'lmagan. Bu yerda yaqqol misol olishimiz mumkin. Ya'ni Fransiya, Germaniya bunga qarshi chiqqanligi va kichik koalitsiya, Buyuk Britaniya bilan yana bir qator davlatlar bilan koalitsiya qilib bu operatsiyani amalga oshirgan. Va bu yerda asosiy nazarimda o'sha Saddam Husaynni hokimiyatdan yiqitishlik va ya'ni mamlakatda ya'ni demokratik institutlarni, ya'ni endi diktaturadan xoli bo'lgan qandaydir
institutlarni shakllantirishga harakatlar qilindi. Endi baribir uzoq muddat o'sha o'ziga xos muhitda shakllangan jamiyatni tashqaridan gumanitar intervensiya amalga oshirish orqali demokratlashtirish qiyin deb o'ylayman. Aksincha, avvallari qandaydir bir barqarorlik natijasida bo'y bermayotgan kuchlarga qandaydir imkoniyat yaratib bergandek. Va bu holat Iroq davlatchiligiga juda ham katta ta'sir ko'rsatdi. Masalan, Iroqda aynan hozirgi kundagi hududiy bo'linishlar, masalan, kurdlarning faollashuvi yoki bundan keyin kechayotgan jarayonlarda o'zining suverenitetini muayyan darajada yo'qotishlari ana shu operatsiyani ta'siri deb o'ylayman. Hozirgi kungacha ham albatta AQSh bu hududlarda o'zini nazoratini saqlab qolgan. Endi G'ayrat Ko'chaka bu yerda biz demokratiya bo'shliq haqida gapirganimiz bilan baribir milliy xavfsizlik strategiyasida u yerdagi geosiyosiy joylashuv, resurslar masalasi ham ko'p narsani hal qiladi. Ya'ni AQShning milliy manfaatlari AQShdagi mavjud bo'lgan o'ziga xos hayot darajasiga saqlab qolishlik, unga ta'sir ko'rsatadigan narxlar, neft narxi oshishi mumkin yoki noqulay iqtisodiy siyosiy konjunktura bo'lishi mumkin AQSh atrofida. Shu narsalarni bartaraf qilishlik AQSh uchun o'ylaymanki birlamchiroq. Keyingi strategiyaga o'tadigan bo'lsak, bu Obama davri strategiyasi va uzoq urushlar davridan keyin bu prezident bo'lib saylangan edi va prezidentlik tashviqotida ham kelganda, ya'ni bu demokratik partiya vakili urushlarni to'xtataman deb kelgan. Ya'ni o'sha Iroqni operatsiyani yakuniga yetkazaman, Afg'onistondagi operatsiyani oxiriga yetkazaman. AQSh endi ya'ni xalqaro huquq doirasida harakat qiladi singari juda ham xalqaro jamoatchilik kutayotgan kutilmalar katta edi Barak Obamaga, hattoki shu uning avans bilan unga Nobel mukofoti berildi. Nobel mukofoti ham berildi. Avanslik. O'sha aytgan va'dalari uchun va urushni to'xtataman degani uchun. Va bu davr, albatta bu Nobel mukofoti ham o'zining ta'sirini ko'rsatdi. Bu davr tashqi siyosatida AQShda ko'proq yumshoq kuch yoki aqlli kuch degan terminlar ishlatila boshlandi. Aqlli kuch bu yumshoq kuch bilan qattiq kuchni kerak o'rinda vaziyatga qarab turib kombinatsiya qilish degani. Avvalo yumshoq kuch deganda, ya'ni AQShga o'sha 11 sentyabr voqealaridan keyingi xalqaro terrorchilik faoliyatidan keyin dunyoda, ayniqsa arab musulmon diyorlarida yuzaga kelgan aksil Amerika kayfiyatini biroz yumshatish uchun, AQShning ijobiy imijini hosil qilishlik uchun qilinayotgan qadamlar sifatida qarashimiz mumkin. Yumshoq kuch degani tashqi siyosiy maqsadlarga kuch ishlatmasdan turib, o'sha tomonni roziligiga o'zi erishgan holatda amalga oshirishlik. Ya'ni AQSh bilan savdo, iqtisodiy yoki madaniy ta'sirlar orqali, manfaatdorlik asosida yoki AQShning qandaydir demokratik targ'ibotlari natijasida tinchlik yo'li bilan qandaydir maqsadlarga erishishlikni yumshoq kuch deb atashimiz mumkin. Qattiq kuch esa bu bundan oldingi administratsiyaning siyosatida namoyon bo'ladi. Ya'ni AQShning o'zida mavjud harbiy, siyosiy, iqtisodiy ustunligini tashqi siyosatda qo'llashi bu qattiq kuch. Maqsadga aynan bosim bilan shartlar qo'yish orqali erishishlik. Va bu davr aynan AQShda yumshoq kuch siyosati, inson huquqlari masalalari, gumanitar huquq kabi masalalar birlamchi bo'ldi. Bu aytganimizdek, milliy manfaatlar, AQShning milliy manfaatlari o'zgarmas, lekin qanday vositalar orqali o'sha manfaatlarga erishish yo'llari strategiyalarda belgilanadi. Bu demak o'sha partiyalarni ham va siyosatchilarni ham egallagan pozitsiyalariga ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi. Demak, endi davom etadigan bo'lsak, keyingi Muxtor aka, siz mana ilmiy tarafini aytyapsiz, men biroz hissiyotlarga boyitib turaman. Nobel mukofoti Barak Obamaga avans bilan berildi deyapmiz, chunki uning bergan va'dalariga 2009-yil Nobel mukofoti sazovor ko'rildi. Lekin 2011-yilda Liviyada urushni boshlab turibdi. Men hozir faqat Trampni eslolmayapman, ya'ni bu Trampga jumladan maqtov bo'lib ketmasin. Tramp davrida qaysi urush boshlanganini eslolmayapman, juda yaqin bo'lsa-da, lekin qolgan barcha prezidentlar davrida urushlar boshlandi.
deyarli. Keling, mana bizni avlod umuman hozir yoshlar ham yaxshi eslashi mumkin bo'lganlari bu o'sha Jorj Bush, kichik Jorj Bushdan boshlaymiz. O'zi otasi boshlagan, mayli. Kichik Jorj Bushdan boshlasak, bu o'sha Afg'oniston urushi, Iroq urushi. Hop, orqasidan Barak Obama men bu narsalarga chek qo'yaman, Amerika endi yaxshi bo'ladi. Umuman Barak Obamaga ko'pchilik ishondi, chunki o'zi bir xil insonlar bo'ladi, istarasiz. Barak Obama shunaqa insonlardan biri o'zi. Haqiqatdan birinchidan Amerikada juda bir ezilgan deylik toifadan, xalqdan chiqqan odamlardan biri edi Barak Obama. Urush xalq uchun ochiq muloqotda. Shunday, albatta. Barak Obama birinchi prezident Twitter akkauntida o'zini bayonotlarni qo'yish boshlagan. Ya'ni jamoatchilik bilan aloqani yo'lga qo'ygan. Albatta. Bu tomondan haqiqatda Barak Obama juda ham chiroyli siyosat olib bordi va tinchlikni xohlashini bildirdi har tomonlama. Lekin hammasi ham prezidentiga bog'liq emasga o'xshaydi. Chunki 2011-yilda Liviya osmonida uchishni taqiqlash zonasini e'lon qilindi. Va bu e'lon qilish nimaga olib keldi? Oxir-oqibat umuman Liviyani hukumatini urib tashlashga olib keldi. Biz Liviya hukumatini oqlamoqchi emasmiz. Muammar Qazzofiyni faoliyatini oqlamoqchi emasmiz, u 40 yillik diktatorni. Lekin faqatgina Liviya osmonida hukumat kuchlari muxolifatni samolyotdan turib urushiga yo'l qo'ymaymiz deb turib, aksincha Liviya hukumat kuchlarini yuqoridan turib urib tashlashdi. Va bunda eslatib o'tamiz, hurmatli muxlislar, mana shu ovoz berishda aynan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida Rossiya veto qo'ymagan. Rossiya deyarli rozi bo'lgan. Liviyani bombalashga deyarli rozi bo'lgan. Veto qo'ymagani, to'g'ri, ovoz berishda ishtirok etmagan, o'zini tutgan, lekin o'zini tiygan, lekin veto qo'ymagan. Xo'p. Ortidan mana Barak Obama Liviyada urushni boshladi, haligacha tingani yo'q. Jorj Bushniki ham tingani yo'q, buniki ham tingani yo'q. Orqasidan Suriya. Bitta Donald Trampda urush boshlamadi, lekin katta muammoni qo'yib ketdi. Bu Quddusni Isroil poytaxti deb tan olyapti. Eng super ixtilofli masalani, juda ham dunyoning eng katta ixtilofli masalalardan biri bo'lgan, ya'ni shu hal bo'lsa dunyo tinchib ketadi deyiladigan masalalardan biri bo'lgan Quddus masalasida AQSh elchixonasini o'sha yoqqa ko'chiryapti. Jo'lon tepaliklarini butun dunyo Birlashgan Millatlar Tashkiloti uni Isroil okkupatsiya qilib olgan hudud deb turgan bir vaqtda, yo'q, Jo'lon tepaliklari bu Isroilning hududi deb e'lon qilyapti. Bu Donald Trampni dunyo tinchligiga qo'shtirnoq ichida qo'shgan hissasi. Orqasidan Bayden. Tamam, Bayden o'zi boshladi demaymiz, lekin Bayden davrida Rossiya-Ukraina urushi boshlanib turibdi. Bu yerda endi Ukrainani qo'llash va Yaqin Sharqdagi urush boshlanibdi. Isroilning keng ko'lamli urushi va jinoyatda bilamiz-ku, harakat va harakatsizlik bor. Men ayrim AQSh prezidentlarini urushda harakatda ayblagan bo'lardim. Endi bizga ayblash huquqi berilmagan, lekin bo'layotgan voqea hodisalardan. Ayrimlari esa harakatsizlikda ayblangan bo'lardi deyman. Masalan, Joe Biden aynan harakatsizlikda ayblangan bo'lardi. Lekin harakatlari ham bor, deylik, qurollarni tinmasdan yetkazib berib turish. Bularda milliy xavfsizlik strategiyasi deyapmiz-ku, lekin bu ko'proq xavf strategiyasiga o'xshaydi, Muxtor aka. Ya'ni o'zidan xavf taratib turish. Amerika demokratiyasiga savol yo'q. Mana shu qoyil qoladigan joyimiz, mana shu demokratiyalar o'zini ichida ideal qilib qo'yadi. Bu yerdaligi bir mashhur ibora bor. Ya'ni AQSh ichki siyosatida demokratiya, tashqi siyosatida ko'proq avtoritar. Sababi ichki siyosatda asosiy rolni Kongress bajaradi, tashqi siyosatda esa prezident. Ya'ni tashqi siyosatda ko'proq avtoritar. Shaxsning roli katta bo'ladi deb o'ylayman. Endi o'sha arab bahori jarayonlarini siz to'xtalib o'tyapsiz-da, ya'ni bu bitta Liviya bilan emas, butun o'sha mintaqani qamrab olgan, o'ziga xos haligi notinchliklar to'lqinida o'sha Liviya inqirozi ham yuzaga keldi. Va bu ham siz aytgan fikrlar ham muayyan bir fikrga undaydiki, ya'ni AQShning baribir o'zining milliy manfaatlari bor. Unga erishish yo'llarida yondashuv o'zgarishi mumkin. Va endi uni turli sabablari bor, konspirologik sabablari bor, asosiy sabablari bor. Liviya inqirozini
mutaxassislar buni juda ham yaxshi biladi. Ichki ya'ni Muammar Qazzofiydan keyingi jarayonlar balkim Liviya uchun o'sha paytda Muammar Qazzofiyni boshqaruvi mosroq bo'lgandir degan fikrga ham undaydi. Ya'ni Liviya hech qanday demokratlashgani yo'q, aksincha o'sha qabilaviy asosda bo'linish yana o'rta asrga qaytdi-da. Yana o'rtada tashqi kuchlarni aralashuvi natijasida hozir davlatchiligi bo'lindi desa ham bo'ladi. Va hozirgi kunda ham bu jarayonlar davom etib turibdi. Albatta bu yerda o'ylaymanki Barak Obama ya'ni unga ham juda ham katta bosimlar bo'lgan. U juda ham ideal deb inson deb ayta olmaymiz. O'sha u ham urushlarni yakunlashga harakat qilgan. Hattoki u AQShdagi o'sha baribir kongress bor, shu manfaat guruhlari bor. Ularning ta'siridan chiqa olmadi deb o'ylayman. Unga vaqti bilan uning 3-ismi Husayn ekanligini doimiy ravishda eslatib turishdi. Ya'ni bu baribir o'sha ismidan kelib chiqqan holatda AQShni emas, ko'proq o'zini ajdodlarining manfaatlariga tortadi. Markaziy nashrlar tanqid ostiga olishgan. Va o'sha bu davrdagi bizga asos bo'ladigan narsa milliy xavfsizlik strategiyasi va xavfsizlik masalalarini o'sha administratsiya qanday ko'rishligi biz uchun afzalroq. Albatta hamma vaqt ham uning natijalari ular kutayotgandek bo'lmasligi mumkin. Lekin siz aytgan fakt albatta qoladi. Bu Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika deb hozir atalyapti bu mintaqa, umumiy mintaqasi. Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika mintaqasi o'sha 90-yillardan beri tinchlik ko'rayotgani yo'q. Va buning asosiy sabablari albatta ichki sabablar ham mavjud va ko'proq bu tashqi aralashuv. Buni gumanitar aralashuv deyishimiz mumkin. Hattoki ayrim mualliflar demokratiya eksporti deb atashyapti. Hatto rangli inqiloblar texnologiyasi deb atalyapti va ularning har birini baribir asosiy yo'nalishi shu mintaqa mamlakatlarning ichki siyosiy jarayonlarni boshqarishga intilishlik. U yerdagi o'sha strategik muhim ahamiyatga ega bo'lgan, masalan, Misr olishimiz mumkin. O'sha hududdagi ularning ta'sir doirasida saqlab qolishlik. Va bu ham o'ylaymanki, endi siyosatda qandaydir bir axloq yo'q degandek, siyosatda baribir doim manfaat bor va o'sha manfaatga erishish yo'lida u yoki yumshoq kuch bilan yoki qattiq kuch bilan yoki ikki standartlilik yo'li bilan bu narsaga baribir erishiladi deb o'ylayman. Va Barak Obamani ko'p ayblanganini ham mana shu urushlar bilan bog'liq emas. Uni o'sha yumshoq kuch va qattiq kuchni o'zini o'rnida kombinatsiya qila olmaganligida va buni dunyo jamoatchiligi oldida AQShni obro'sini qandaydir tarafidan yaxshilashga intilgan bo'lsa ham, aksincha uni ikki standartlikda ko'proq ayblashdi. Ya'ni ikki standartlilik degan ayblov Obama paytida ko'p yangradi. Bu ham o'ylaymanki, bitta buni tarafi, ya'ni o'zi uchun strategik xavf deb bilgan davlatlar bilan qarama-qarshilik yo'li bilan emas, ko'proq diplomatiya bilan, ishontirish yo'li bilan, umumiy maqbul yo'l topish yo'li bilan harakat qilish tarafdori bo'ldi. Masalan, Obamani yana bir jihatda ayblashadi. Aynan Obama paytida o'sha biz bilgan post-sovet mintaqasidagi mojarolar boshlanganda, masalan, o'sha Gruziyadagi urush bo'lganda hech qancha o'tmasdan aynan Dmitriy Medvedev bilan uchrashuv o'tkazgan. Birgalikda Amerika tashrif paytida birgalikda tushlik qilishgan. Ya'ni o'sha xuddiki hech narsa bo'lmagandek taassurot uyg'otishga harakat qilgan. Ya'ni bu yerda AQShning o'zi milliy manfaatlari ega bo'lgan hududlarda ham o'zi raqib deb biladigan davlatlar bilan to'g'ridan-to'g'ri kuch pozitsiyasida turib gaplashmagan. Yaqin Sharq mintaqalarida esa o'ylaymanki, bu yerda o'ziga xos konsensus shakllanib bo'lgan edi. Ya'ni AQSh bu yerda yakka holda harakat qildi deb ayta olmayman. Ya'ni ko'plab davlatlarning manfaatlari bu yerda tutash keldi. Mana o'zingizdan tasdiqladingiz, Rossiya bunga e'tiroz bildirmadi deb. Bu ham o'sha harakatlarni o'ziga xos ifodasi deyishimiz mumkin. Endi mana bu harbiy bazasi ko'rsatgan xaritani bir boshqacha ko'rinishi. Bu yerda raqam 845 ta deb ko'rsatilgan. Demak, sizdagi raqamlarga biroz yangiroq bo'ladigan bo'lsa, demak 900 taga yetgan deyishimiz mumkin. Unisi ham bunisi ham ko'pda baribir. Ha, albatta.
2017-yil bir muddat prezident bo'lgan va saylangan hozirgi prezident aynan Donald Trump. Uning mashhur ya'ni uni avval bu o'ziga tegishli bo'lmagan ekan. Bu shiorni Bill Clinton ham aytgan ekan, undan oldingi rahbarlar ham aytgan ekan, Amerikani yana buyuk qilamiz degan. Bu o'ziga xos bu shior, bu qandaydir bir g'oyaviy asosga ega ekan. Mana shu platformada demak AQSh prezidenti saylandi va ko'p muhokama qilganmiz. AQShning prezidenti Donald Trump birinchi o'rinda iqtisodchi, moliyachi, ikkinchi o'rinda siyosatchi. Ya'ni birinchi aytadi-yu biznesmen. Birinchi o'rinda tadbirkor, tadbirkorlik mantig'i bilan siyosiy masalalarni hal qilishga harakat qiladi. Ya'ni biror bir g'oyaviy bog'lanmagan, ya'ni qandaydir qadriyatga bog'lanmagan. Shuning uchun ham uni hatto o'zini o'rnida respublikachilar ham tanqid qiladi, demokratlar partiyasi ham o'ziga xos tanqid qiladi. Va Obama davridan keyin o'ziga xos yumshoq siyosatdan keyin kelyapti Donald Trump. Donald Trump davriga kelib, endi AQSh tashqi siyosatida o'ta pragmatik va iqtisodiy asoslarni birinchi o'ringa qo'yapti. Ya'ni ittifoqchilik munosabatlari emas, iqtisodiy asoslar. Esingizda bo'lsa, ya'ni birinchi o'rinda o'sha xos sanab o'tgan NATO. NATO AQSh uchun nega kerak? Nega AQSh Yevropa xavfsizligi uchun mas'uliyat zimmasiga olishi kerak? Bunga pul sarflash kerak. Pul sarflash kerak. Qo'shinlarni qisqartirish, ya'ni harbiy xarajatlarni qisqartirish masalasi birlamchi bo'ldi. Ikkinchi tarafi ko'p uni ayblashsa ham, uni saylovlarda yutishiga qandaydir tashqi aralashuvlar sabab bo'lganligi ko'rinishdagi yorliqlar unga yopishtirilgan bo'lsa ham, bu 4 yil davomida bundan qutula olmadi, lekin xavfsizlik strategiyasida ikkita davlatni alohida ajratib ko'rsatgan. Xitoy va AQSh. Xitoy bilan Rossiya deganim, Rossiya bilan o'ziga xos muloqot yo'lini tanlaganligi, ya'ni o'ziga xos raqib bo'lsa ham, ya'ni bu yerda raqiblarga xos bo'lgan harakatni amalga oshirgani yo'q. Xitoy bilan munosabatlarda esa aksincha juda ham prinsipial pozitsiyani egalladi. Ya'ni Xitoy AQShga ko'proq eksport qiladi, kamroq import qiladi. Va o'zaro savdosida Xitoyning ustunligi bor va Xitoyning iqtisodiy o'sishligi, dunyo bozorlarini egallashligi AQShga xavf sifatida qaray boshladi va birinchi o'rinda Xitoyni cheklash. O'zini paytida ya'ni AQSh g'arb davlatlari bilan, kollektiv g'arb davlatlari bilan birgalikda sobiq ittifoqni qanaqangi bir tizginda ushlab turish, izolyatsiyaga tushirishlik siyosatini amalga oshirgan bo'lsa, shunga dadil qadamlarni Donald Trump payda tashlandi. Ya'ni birinchi o'rinda Xitoy bilan g'arb davlatlari o'rtasidagi katta kelishuvlar, milliardli kelishuvlardan chiqishlik, Xitoy kompaniyalariga bojlar joriy qilishlik, Xitoy hududida AQSh va g'arb mamlakatlarining kapitallarini o'zini hududiga chaqirishlik, ya'ni eng mashhur iboralardan biri ish o'rnini Amerikada tashkil qiling, Xitoyda emas. Va o'ziga xos raqobat davri keskin aynan shu davrda kechganligini biz ko'rishimiz mumkin. Va bu yerda nega bu davrda ham aytishingiz mumkin, ya'ni uni prezidentlik davrida Qrim operatsiyasi bo'ldi-ku, yoki Rossiya Ukraina sharqidagi mojarolar boshlanishi o'sha davr to'g'ri keldi-ku deb atashingiz mumkin. Lekin bu narsani masalan Rossiya bilan o'ziga xos konstruktiv muloqot saqlab qolgan bo'lsa ham, o'sha AQShning prezidentlari orasida birinchi bo'lib Ukrainaga qurol yarog' yetkazib bergan prezident ham Donald Trump hisoblanadi. Va bu yerda asosiy uni e'tibori markazida Hind Tinch okeani mintaqasi asosiy e'tibor sifatida qaralgan. Ya'ni nima desam bo'ladi? Ya'ni Xitoy asosiy obyekt bo'lganligi uchun asosiy dunyoni iqtisodiy o'sib borayotgan hududi sifatida Hind Tinch okeani tutashgan hudud. Bu yerda ham o'ziga xos mantiq bor. Har qanday qudratli davlat o'zining joylashgan hududi doirasida kuchli. Masalan, Rossiya Federatsiyasi postsovet mintaqasida kuchli. U bilan raqobat qilish qiyin. AQSh o'zi geografik joylashgan hududda kuchli. Endi AQShning geografik joylashuvini qaraydigan bo'lsak, bu Yevropa emas. Bu Amerika va Amerika qit'asi va Osiyo Tinch okeani mintaqasi.
va shu nuqtai nazardan Osiyo Tinch okeani mintaqasi va u yerdagi global iqtisodiy siyosiy o'sib borayotgan mintaqa Donald Tramp uchun birlamchi deb belgilandi va asosiy raqobati ham o'sha hududda kechdi. Va bu davrni qaraydigan bo'lsak, bu davrda asosiy raqobatida nimalar namoyon bo'ldi? O'sha Xitoy bilan raqobatdan farqli o'laroq, ya'ni bu hududda o'ziga xos NATOga o'xshash bo'lgan muqobil alyanslarni shakllantirishga harakat qildi. Strategik cheklash uchun. Bu o'sha biz bilgan o'sha AUKUS degan tashkilot yoki Quad degan tashkilot, bu yerda Hindiston ishtiroki bor. Bu orqali o'sha mamlakatlar bilan harbiy siyosiy yaqin munosabatlar o'rnatish orqali bular aksariyati Xitoyga qarshi deb rasman e'lon qilinmasa ham, lekin birortasida Xitoy yo'q. Lekin ularning mavjudligi aynan Hind Tinch okeani mintaqasida. Va bu ham Donald Trampning o'ta pragmatik ekanligini ko'rsatib beradi. Va biz bir narsaga e'tibor qaratdik. Donald Tramp nimasi bilan yana ajralib turadi? Avvalgi prezidentlardan. Avvalgi prezidentlarni milliy xavfsizlik strategiyasi matn ko'rinishida taqdim qilingan va kongressga taqdim qilingan hujjat sifatida. Donald Tramp esa uni o'zi nutq qilib so'zlab bergan. Boshqa prezidentlarda, hatto Jozef Baydenda ham bu narsa bo'lmadi. Kongressda nutq so'zlagan. Boshdan oxirigacha 68 betlik strategiyani nutq qilib gapirib bergan. Ya'ni bu shundan dalolat beradiki, bu strategiyada uning g'oyalari ko'proq aks etganligidan dalolat beradi. Ikkinchi tarafdan oladigan bo'lsak, bu strategiya shu 2017-yillik strategiya o'ta darajada strukturaviy jihatdan juda ham to'g'ri tuzilgan. Ya'ni maqsad va vositalar va natijalar va har bitta hududga nisbatan alohida maqsad xuddi shunday strukturalashtirilganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni umumiy matn maqsadlardan, prinsiplardan iborat bo'lgan hujjat emas. Bu ham uning juda ham xuddi biznes loyihani taqdim qilgandek xavfsizlik strategiyasini taqdim qilganligini ko'rishimiz mumkin. Va mana bu haligi xarita bor, bir ko'rsatdi ana prezentatsiyada, ana o'tkazing, haligi yana bitta xarita bor. Yo'q, pastga. Bu haqida aytib o'tdim, ya'ni asosiy savdo yo'llari. Mana bu mintaqalarni ko'radigan bo'lsak, bu o'ziga xos geosiyosiy hududiy ziddiyatlar mavjud bo'lgan hududlar. Ya'ni Xitoyning hududiy da'vosi bo'lgan qo'shni davlatlar bilan bo'lgan hududlar. Aynan AQShning bu hududda faollashuvi ko'proq mana shu ziddiyat bo'lganda, aynan ziddiyatda qarama-qarshi turgan tomonlarni qo'llab-quvvatlash ko'rinishida. Hindiston bilan oladigan bo'lsak, ular o'rtasiga Hind tarafda bu juda katta chegara, asosan o'sha bu hududda bu Dalay Lama Tibet bilan bog'liq hududlarda asosan muammoli hududlar bor. Hatto esingizda bo'lsa, ikki davlat harbiy qo'shinlar o'rtasida to'qnashuvlar ham bo'lgan. Tayoqlar jangi, qurollar ishga tushgan, talofatlar bo'lgan. Spratli orollari, bu hududda ham ya'ni hududiy da'volar bor yoki Tayvan masalasini, ya'ni asosiy geosiyosiy kurash maydoni Janubiy Xitoy dengizi bilan mana bu yerda ko'rsatilyapti, ya'ni Sharqiy Xitoy dengizidagi hududiy masalalar. Bu ham yana bir muhim hudud, mana bu hududda o'tadigan ya'ni Malakka bo'g'ozi bor. Xitoyning asosiy savdo infratuzilmasi, iqtisodiy kuchi mana bu sharqiy qismida joylashgan bo'lsa, shu hudud orqali asosiy bozorlarga kirib boradi. Mana shu hududda o'zini geosiyosiy mavjudligini kuchaytiryapti va AUKUS ham mana bu hudud va mana shu hududdagi davlatlardan iborat harbiy bloklar tashkil qilinyapti. Bu ham Donald Tramp davridagi o'ziga xos o'zgarishlardan dalolat beradi. Xo'p, va hozir bu masalani yopishda bir narsaga to'xtalmoqchiman. Donald Trampni nega qandaydir qadriyatlardan yoki olaylik bir prinsiplardan sal yiroqroq mustaqil siyosatchi ekanligi AQSh prezidentlari amalga oshirmagan bir ishni amalga oshirgan. Hatto Kim Chen In bilan ham borib chegarada uchrashgan.
ya'ni maqsadga erishishligi uchun uning uchun qandaydir bir prinsipial inson yo'q. Har qanday inson bilan bu muloqot qilishga tayyor, ya'ni aytganimizdek biznesmenga o'xshaydi. Va bu strategiya haqida sal ko'proq to'xtalganim sababi 2025-yilda yangi strategiya qabul qilinishi mumkin, ya'ni Donald Tramp prezidentlik davrining strategiyasi va bu strategiyada ham Donald Trampning asosiy g'oyaviy postulat deymiz, ya'ni asoslari o'zgargani yo'q. Ya'ni o'sha Amerikani buyuk qilish g'oyasi, izolyasionalizm siyosati, ya'ni AQSh manfaatlari to'g'ri keladigan masalalarda ittifoqchilik qilishi mumkin. Manfaatlari to'g'ri kelmaydigan joylarda ittifoqchilik majburiyatini zimmasiga olmaydi degan. Bu to'liq izolyatsiya emas, ya'ni o'ta manfaatli hamkorlik. Va Jozef Baydendan shunisi bilan farq qiladi. Jozef Baydenda aynan ittifoqchilik munosabatlari, prinsiplar birlamchiligini ko'rishimiz mumkin. Va Donald Trampda aksincha, ya'ni manfaat va AQShning aynan muammolarini hal etishlik birlamchi. Shuning uchun ham America First, ya'ni Amerika birlamchi degan g'oyani ham bu yerda ilgari suradi. Jozef Bayden strategiyasi haqida to'xtalib o'tmadim, sababi bu keyingi yil o'zini nihoyasiga yetadi va buni biz asosiy o'sha Ukraina krizis paytida, Yaqin Sharqdagi krizis paytida AQShning tashqi siyosatidagi qadamlaridan buni bilib olishimiz ham mumkin. Rahmat Muxtor aka. Hurmatli muxlislar, marhamat, mavzu yuzasidan savollaringiz bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlarining xavfsizlik strategiyasi yuzasidan savollar biz siyosatshunos do'stimiz Muxtor Nazirovdan javob olib berishga harakat qilamiz agar mavzu yuzasidan bo'lsa. Marhamat. Yo'q, hurmatli muxlis, faqat musulmon mamlakatlarda emas, ammo agar Rossiya va Ukrainani ham hisobga oladigan bo'lsangiz, ularda ko'proq xristian diniga amal qilishadi, nasoro diniga amal qilishadi ko'proq. Shuning uchun u yerda ham urush bo'lyapti. Ya'ni masalaga biroz xolis qarashimiz kerak. Xo'p. Savollar juda ham ko'p, lekin mavzu yuzasidan xo'p. Mavzu yuzasidan savollarni yig'ib chiqamiz. Savollar juda ko'p. Xo'p, demak Donald Tramp mana yangi prezident etib saylandi. Yana o'zining birlamchi maqsadlariga qaytadimi? Albatta, birinchi o'rinda ya'ni izolyasionalizm siyosati davom etadi. Mana buni biz hozirgi berayotgan bayonotlarda ham ko'ryapmiz. Ayniqsa Rossiya Ukraina mojarosi paytida, ya'ni bu urush hech kimga kerak bo'lmagan urush, ya'ni tomonlarni muzokaralar orqali hal qilish va unda ham o'ziga xos, Donald Trampga xos bo'lgan yondashuv kuzatamiz. Ya'ni Ukraina muzokaralarga rozi bo'ladigan bo'lsa, uni qo'llab-quvvatlaydi, agar chekinadigan bo'lsa, yordam to'xtatadi. Rossiya tomoni muzokaralarga ko'nsa, uni ham qo'llab-quvvatlaydi, agar ko'nmasa, Ukrainaga yordamni oshiradi. Yoki qandaydir shungacha mavjud bo'lgan raketalarni cheklovlarni muayyan darajada kamaytirishi mumkin. Bu ham o'ziga xos savdolashishga o'xshaydi, ya'ni Donald Trampga xos bo'lgan. Ana 2017-yildagi strategiyadagi asosiy masala qoladiganga o'xshaydi. Biz buni bayonotlarda ham ko'rdik. Ya'ni Xitoy bilan o'ziga xos geosiyosiy raqiblik, ya'ni dushman demaymiz, ya'ni o'ziga xos raqiblik jarayon davom etsa kerak. Ikkinchisi bu NATO, o'ylaymanki, kelgusi shu prezidentlik davrida chuqur transformatsiyadan o'tsa kerak. Ya'ni Yevropa hududi uchun mas'ullikni Yevropa mamlakatlari zimmasiga olsa kerak deb o'ylayman. Rossiya Ukraina mojarosini endi ko'ramiz qanchalik tezlikda hal qilinadi. Bu bir olib qarasak, bu Donald Tramp yoki AQShning o'zining qo'lida ham emas. Ya'ni baribir ko'p jihatdan hozir bu urushning qiymati, narxini qanchalik darajada oshirish bilan bog'liq. Ya'ni bu muzokaralarga undaydigan narsa shu. Uning oqibatlariga, juda ham katta oqibatlar hosil qilsagina, u oqibatlariga tomonlar rozi bo'lmasagina, bu ularni tinchlikka undashi mumkin, tinchlikka majburlashi mumkin.
bu qurol yarog' berilishida yoki boshqa strategik nuqtalarda, masalan hozir Suriyadagi voqealarni tahlilida ham buni ham ko'rdik. Vaziyat juda ham o'zgarib ketishi mumkin. Ya'ni strategik muhim hududlarda Rossiya o'zining mavjudligini yo'qotishi mumkin. Afrika masalan. Va shu nuqtai nazardan o'ziga xos savdolashish bo'ladi deb o'ylayman. Endi Yaqin Sharqdagi masalaga keladigan bo'lsak, bu yerda baribir bir faktni e'tiborga olishimiz kerak. Saylov oldi jarayonlarida ham o'ta Isroil parastroq bayonotlarni berdi. Hattoki o'sha Isroilning shunday qandaydir shu lobbi qo'llab-quvvatlaydigan tashkilotlarga borib ham nutq so'zladi, ularni ham qo'llab-quvvatlab olishga harakat qildi. Va uni birinchi davrdagi dadil tashlangan qadamlari o'sha Avram shartnomalari yoki oladigan bo'lsak, o'sha siz aytib o'tgandek Isroilni qo'llab-quvvatlash elchixonasini Quddusga ko'chirilishligi, Quddusni poytaxt sifatida tan olinishligi juda ham bir tomonlama, lekin shubhali qadamlar tashlaganligi bizga shunday bir fikr yuritishga asos bo'ladiki, Yaqin Sharq masalasida ham Isroilni qo'llab-quvvatlash davom etadi. Bu ko'plab ekspertlar aytayotgandek, aynan katta ehtimol bilan shu fikr yuribdi-da baribir havoda. Ya'ni Falastin masalasi aynan shu davrda hal etilishga harakat qilinsa kerak. Va Isroil albatta qandaydir ustunligi hisobiga va Xitoy bilan raqobatlashishi albatta savdo urushlariga hozir kunda, ya'ni hali prezidentlik kelmasdan BRICSga juda ham qattiq tanqidiy munosabat bildirilyapti. Ya'ni BRICS bir tomon geosiyosiy qutb sifatida, ikkinchi tomonda AQSh va g'arb mamlakatlari bilan birgalikda o'ziga xos raqobatga kirishsa kerak. Va bu raqobat bu to'g'ridan-to'g'ri o'sha mamlakatlar hududida emas, xuddi sovuq urushi davrida bo'lgani singari uchinchi hududlarda, savdo yo'llarida amalga oshish ehtimoli juda ham yuqori deb o'ylayman. Rahmat. Shunda AQSh xavfsizlik strategiyasi to'liq AQSh prezidentiga bog'liqmi? Men bu yerda aytdimku, uchta masala bor. Birinchisi AQShning doimiy manfaatlari, ikkinchisi bu o'sha prezidentni qaysi partiyaga mansubligi, partiyalarning o'zini qadriyatlari doimiy o'zgarmas yo'li bor. Uchinchisi o'sha prezidentlarning o'zini, ya'ni saylovoldi dasturlari, maqsadlari. Bu yerda to'liq prezidentga deb ayta olmaymiz. To'g'ri, prezidentga bog'liq jihati prezidentni shakllantiradigan jamoasiga bog'liq. Qaysi o'ringa qaysi nomzodlarni qo'yishi bilan bog'liq va uning xarizmasiga bog'liq. Va bu yerda Donald Trump xarizma tarafidan yetakchilik ko'rsata oladi va uni shaxsiy sifatlari, ya'ni muzokarachi sifatlari qo'l kelishi mumkin. Ya'ni bu nazarimda Donald Trump jamoaviy o'yinchi emas, ya'ni yakka kuchli o'yinchiga o'xshaydi. Ayni shu xislatlari maqsad sari qo'ygan maqsadini oxiriga yetkazishga bo'lgan intilishlariga yordam bersa kerak. Albatta, o'sha birinchi prezidentlik davrida boshlagan Meksika o'rtasidagi devor balkim oxiriga yetkazishi mumkin. Migratsiya siyosatini qat'iylashtirishi mumkin. AQShdagi qaysidir sohalarda albatta o'zgarishlar bo'ladi va Donald Trump ko'p maqtaladigan jihati man aytadiki, agar shu pandemiya bo'lmaganda edi, Jozef Baydenga juda ham rivojlanayotgan AQShni qoldirgan edim. U aksincha AQSh tarixidagi eng omadsiz prezident bo'ldi deb aytgan. Ya'ni iqtisodiy o'sishiga qandaydir yangi turtkilar berishi mumkin deb o'ylayman. O'zi endi Donald Trampning ayrim bayonotlari qandaydir davlatlarning suverenitetiga daxlga o'xshaydi. Masalan, oxirgi o'sha suhbatlarida Kanadaga 51-shtat bo'lishni taklif qilgani va Kanada bosh vaziri bu jiddiy shaxs hisoblanadi aslida. Ya'ni jiddiy lavozim Justin Trudeauga gubernatorlikni taklif qilgani. Endi albatta bu hazil. Ammo aytadi-yu, tegadi ham demaysana deydi, ya'ni xafa bo'ladi demaysan deb. Va Justin Trudeau'ni bir achchiqqina kulib qo'ygani bu gaplarga. Ya'ni bu ochiqdan ochiq Kanadaga, endi to'g'ri, bu ochiqdan ochiq deganda rasmiy taklif emas. Ochiqdan ochiq aytyapti. Keling, agar subsidiyalar yoki sizga bergan
ustuvorliklarimiz qandaydir hali ham amal qiladigan bo'lsa bizni 51-shtatimiz bo'lib qo'ya qoling. Meksikaga ham xuddi shu narsani aytyapti. Ya'ni ikkalangizni biz shtat qilib qo'shib ola qolaylik, xotirjam yashayveramiz degandek gaplarni aytyapti. Bu endi shunday siyosatchi endi bu. O'ziga xos bu ham o'sha tadbirkor inson bo'lganligi uchun o'ziga xos savdoga o'xshaydi. Agar sizlarni men boqayotgan bo'lsam, uyda turib qo'ya qolaylik degandek gapda. O'shanday. Endi bu menimcha reallikdan yiroq bo'lsa kerak. Ya'ni bu jarayonlarni ko'radigan bo'lsak, ya'ni u yerda NAFTA degan tashkilot bor. Hozir uni nom maqomi o'zgargan. AQSh, Kanada, Misr, Meksika erkin savdo shartnomasi degan tashkilotga o'zgartirilgan. Ya'ni bu huquqiy tarafdan juda ham ya'ni asoslarga ega bo'lgan iqtisodiy aloqalar. Keyingi savol, Heartland va Rimland hali ham dolzarbmi? Endi Heartland bilan Rimland bu o'sha shu siyosat yuritayotganlarni o'ziga xos taqdiri masalasimi deb o'ylayman. Chunki Heartlandda kuchli bo'lgan davlat Rimlandda kuchli bo'lishi qiyin. Ya'ni dengiz kuchi, quruqlik kuchi haqida gap ketyapti-da. Quruqlik kuchi davlatlari asosan o'sha Yevrosiyo mintaqasida kuchli. Dengiz kuchi davlatlari aynan savdo yo'llari, ya'ni butun quruqlik hududlarini nazorat qilishga qudrat yetmaydi, faqat o'sha muhim strategik hududlarni nazorat qilishga intiladi. Dengiz kuchi davlatlari ko'proq globalistik siyosat yuritadi, Heartland siyosat davlatlariga nisbatan. Bu narsa menimcha o'zgarmas deb o'ylayman va ko'p tilga olinadi-ku, baribir AQSh xohlaydimi yo'qmi, u majbur o'sha Buyuk Britaniyani davomchisi sifatida u yuritayotgan siyosatni davom ettirishga majbur. Dengiz kuchi bo'lib qoladi. Muxtor aka, sizga kattakon rahmat. Kelgusi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling.